Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetlik ustazlar ve qarindoshlar, bugünkü dersimiz Kur'an-ı Kerimni tilavet qilish ve tefekkür qilishdan ilingan 30 nasihat. Biz her daim hayatimizni Allah'ın kalami bilan o'tkazamiz. Bizning hayatimiz, mamatimiz Allah'ın kalami ve Allah'ın kalamidagi ko'rsatma buyruqlar bilan bo'ladi. Biz her kuni Kur'an-ı Kerimni tilavet qilib turamiz. Biz tövende so'zlaydigan dersimiz Kur'an-ı Kerimni qanday shaklda tilavet qilish ve qanday o'qish, buningdan qanday foydalanish to'g'risida to'xtalib o'tamiz. Alloh subhanahu va taolo har birimizni anglagan va'z nasihatlardan foydalanishni va oxirgi hayotimizgacha Allohning kalamini ching tutib, Allohning kalamini o'qib, tushunib, amal qilishga Alloh muyassar qilsin. Birinchi, Qur'oni Karim Allohning kalami, Allohning vahyi, o'z xalqiga avatgan risolasi va Allohning kuchli ag'amchisidir. Qur'on hidoyatdir, rahmatdir, nurdir, xabarlantirishdir, tushunchadir. Haq bilan batilni araydigan furqondir, va'z nasihatdir. Hikmatlik Allohning zikridir. Alloh taolo mundaq deydi: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. Ayetning qisqacha tarjimasi: Ey insonlar, sizlarga Parvardigoringlar tarafidan nasihat bo'lgan, dillardagi dardga, ya'ni shak va nadonlikqa shifo bo'lgan, mu'minlarga hidoyat va rahmat bo'lgan Qur'on keldi. Yunus surasi 57-oyat. Alloh taolo mundaq deydi: Hada basairun lin-nasi va huda va rahmatul liqaumin yuqinun. Tarjimasi: Bu Qur'oni Karim insonlar uchun ro'shan pakitlardir, hidoyatdir, o'lgandan keyin tirilishga jazman ishonadigan qavm uchun rahmatdir. Jasiya surasi 20-oyat. Alloh taolo mundaq deydi: Va anzalna ilaykum nuran mubina. Tarjimasi: Sizlarga ro'shan nurni, ya'ni Qur'onni nozil qildik. Nisa surasi 174-oyat. Alloh taolo mundaq deydi: Tabarakallazi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nazira. Oyatning tarjimasi: Bütün jahon ahlini Allohning azobidan ogohlantiruvchi bo'lish uchun bandisiga, ya'ni Muhammad alayhisalomga haq bilan batilni ayiruvchi Qur'onni nozil qilgan Allohning barkati buyukdir. Furqon surasi 1-oyat. Alloh taolo mundaq deydi: Zalika natluhu alayka minal ayati va zikril hakim. Tarjimasi: Ey Muhammad, bu bo'lsa sana biz o'qib berayotgan oyatlardir va hikmatlik Qur'ondir. Ali Imron surasi 58-oyat. Ikkinchi, Qur'oni Karimning ajoyib hayron qolarlik sirlari tugamaydi. Olimlar buningga qonmaydi. Qur'on o'qigan kishiga Alloh taolo ilgirki va keyingilarning ilmini bildirdi. Qur'on bilan so'zlagan kishi rost so'zlaydi. Qur'onga amal qilgan kishi ajrga erishadi. Qur'on bilan hukm qilgan kishi adil hukm qiladi. Qur'oni Karimga quloq solgan kishi foydaga erishadi. Qur'oni Karimga chaqirilgan kishi to'g'ri yo'lga boshlanadi. Qur'oni Karimga agashgan kishi izib ketmaydi va baxtsiz bo'lmaydi. Alloh taolo mundaq deydi: Qalih bita minha jami'an ba'dukum li ba'din adu fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba hudaya fala yadillu va la yashqa. Oyatning tarjimasi: Alloh aytdi: Sizlar hammanglar jannatdan bir-biringlarga dushman bo'lgan holatda tushinglar. Agar sizlarga mening tarafimdan hidoyat kelsa, kimki mening hidoyatimga agashsa, u ozmaydi va oxiratda shaqiy bo'lmaydi. Taha surasi 123-oyat. Ibn Abbas radhiyallohu anhu mundaq deydi: U kishi dunyoda ozmaydi, oxiratda baxtsiz bo'lmaydi. Tafsirul Qurtubi va Ibn Kasirda bu oyatlarning tafsiri ochiq bayon qilingan. 3. Qur'oni Karimni tilovat qilish, o'rganish, o'rgitish, yod qilish, yod qildirish va darslik qilish bo'lsa, vaqt sarf qilinadigan, mol dunyo sarf qilinadigan eng sharafli ishdir. Qur'on sohiblari bosh ustidagi toji dunyoni yoritgan quyoshga o'xshaydi. Qur'on o'rgangan va o'rgatgan kishilar insonlarning eng yaxshisidir. Qur'oni Karimni yod qilish, darslik qilish, tushunish, o'ylanish bilan mashg'ul bo'lgan kishilar Alloh taoloning xos ahlidir. Payg'ambar alayhisalom mundaq degan: Sizlarning oranglardagi eng yaxshi kishi Qur'on o'rgangan va o'rgatgan kishidir. Buxoriy rivoyat qilgan hadis. Payg'ambar alayhisalom mundaq degan: Insonlardan Allohning ahli bor deganda sahobalar: Ey Allohning rasuli, ular kim deydi? Payg'ambar alayhisalom: Ular Qur'on ahli, Alloh taoloning xos ahlidir. Ibn Majah rivoyat qilgan. Qur'on ahliga faxr, sharaf jihatda ularning o'ltirgan xushpuroq so'rinlarga xotirjamlik ruhining tushishi, ularni rahmatning o'rishi, farishtalarning atrofini to'ldirishi, Allohning ularni huzuridagilarga zikr qilishi yetarlikdir. Buningdan katta faxr, sharaf
sharaf bo'lamdi. Payg'ambar alayhissalom bunday degan: bir jamoat Allohning o'ylaridan bo'lgan bir uyga to'plashib, Allohning kitobini tilovat qilsa, o'zaro dars qilsa, ularning so'rinlariga xotirjamlik ruhi tushidi. Rahmat o'raydi. Farishtalar ularning atrofini to'ldirdi. Alloh ularni huzuridagilarga zikr qiladi. Muslim rivoyat qilgan hadis. 5. Qur'on ahliga faxr jihatda Alloh taolo ularning nom shuhratini yuqori qilishi va sha'nini ustun qilishi yetarlikdir. Payg'ambar alayhissalom bunday degan: haqiqatan Alloh taolo bu kitob bilan ba'zi millat qavmni musulmon qilib, shon sharafini ko'tardi. Ba'zi millat qavmni kofir qilib, izini o'chirdi. Muslim rivoyat qilgan hadis. 6. Qur'oni Karimni tark qilish, tashlash bir qancha turlik bo'ladi. 1. Mushrik va munofiqlarga o'xshash Qur'oni Karimga ishonish va tasdiqlashni tark qilish. 2. Qur'oni Karimni tilovat qilish, anglatish, anglash, uningga quloq solishdan insonlarning she'r, naqshi, muzika, quruq gap so'zlarini tanlashdir. 3. Uningga amal qilish, halol haromlarda to'xtash, buyruqlarga bo'ysunib, cheklimlardan yiroq bo'lish, tilovat qilib bersa, buningga iymon etishni tark qilishdir. 4. Qur'oni Karim bilan hukm qilishni, dinning asli va shaxsiy masalalarida uningdan hukm talab qilishni tark qilish. Qur'on ishonchini foyda bermaydi deb e'tiqod qilish va uning ag'zaki dalillari bilan ilm hosil bo'lmaydi deb qarash. 5. Qur'oni Karimni tafakkur qilishni, tushunishni, uning tafsirini va Qur'oni Karimdan bo'lgan Allohning kalomidan Allohning maqsadini bilishni tark qilish. 6. Ruhiy kasallik va yurak kasalligiga Qur'oni Karimdan shifolik talab qilish, davolanishni tark qilib, kasalning shifoligini Qur'onning g'ayridan talab qilib, Qur'on bilan davolanishni tark qilib, sehrgar, baxshi, jinkashlarga iltijo qilish qatorliqlar, buning hammasi Alloh taolaning bunu ayetning doirasiga kirdi. Va qala Rasul ya Robbi inna qawmi ittakhadhu hazal Qur'ana mahjura. Oyatning tarjimasi Payg'ambar alayhissalom aytdi: ey Parvardigorim, shubhisizki mening qavmim bu Qur'onni tashlandiq qilib qo'ydi. Furqon surasi 30-oyat. Garchi ba'zi shaklda tarq qilish ba'zidan oddiy bo'lsa-mu, hammasini tarq qilish o'xshashdir. 7. Musulmon Qur'oni Karimni tarq qilganlarning qatoridan bo'lmasligi uchun har kuni tilovat qilib turadigan ma'lum vazifa bekitish, Qur'oni Karimga yuzlanish, ma'nilarini tafakkur qilish, hukmlarini tushunish, uningga amal qilish, cho'ng kichik hamma ishlarda uningdan hukm talab qilish, ruhiy kasallik va yurak kasalligida Qur'oni Karimdan shifolik talab qilish, jismoniy kasallik uchun Qur'oni Karim bilan ruqiya o'qish qatorliq ishlarni qilish kerak. Alloh taolo muvaffaq qilgan, yordam bergan va to'g'ri yo'lga yaqin qilgan kishi muvaffaqiyatga erishadi. 8. Allohning kitobini tilovat qilish bo'lsa, buzilmaydigan, kasatlashmaydigan foydali tijoratdir. Bu tijoratlarning eng kattasi, oliysi va afzalidir. Bu tijorat insonni Allohning roziligiga yetkazadi, katta mukofot bilan utuq qozondiradi. Allohning azobi va g'azabidan qutuldiradi. Bu to'g'rida Alloh subhanahu va taolo bunday deydi: innal ladzina yatluna kitaballohi va aqamus salata va anfaqu mimma razaqnahum sirran va alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum va yazidahum min fadlih innahu g'afurun shakur. Oyatning tarjimasi shubhisizki Allohning kitobini tilovat qilib turadiganlar, namozni ado qiladiganlar va biz rizq qilib bergan narsalardan Allohning roziligi uchun yoshirin va oshkora sarf qiladiganlar kasat bo'lmaydigan tijoratni umid qiladi. Alloh ularga ajrlarini to'liq beradi va marhamatidan ularga oshirib beradi. Alloh haqiqatan nihoyat mag'firat qilguchidir. Az yaxshilikqa ko'p savob berguchidir. Fatir surasi 29-30-oyat. Allah subhanahu wa ta'ala hammamizni Allohning kalomini tushunib o'qiydigan, tafakkur qiladigan, ma'nilarini o'rganadigan, hukmlarga amal qiladigan, butun hayotimizni Qur'oni Karim ruhi bilan ilib mangadigan haqiqiy taqvodor solih mu'minlarning qatoridan qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.